Zavtrak qilishni yomon ko'raman deganlarga umuman tushunmayman. Men ertalab qornim och qo'ygandan vaqtli turaman. Bugun ishlarim juda ham ko'p. Birinchi bo'lib o'g'limni bog'chaga olib borib qo'ydim. Men uyga kelib, srazu kiyimlarimni kiyib, makiyajlarimni qildim. Mana shu asal naborga ham e'tibor beringlar. Ichiga brasletlarimni solib qo'ydim. Zakaz uchun istoriyada telegramlarni qo'yganman. Mana kiyimlarimni kiyib, makiyajlarimni qilib, cho'tka bo'lib ko'chaga chiqib ketaman. Shu holat eslaringizda tursin. Oxirida nima ekanligini bilasizlar. Birinchi kun zalga chiqishimiz kerak edi. Mana shu qizni kutib ko'zlarim to'rt bo'ldi. Shu qizni deb kecham qoldik. Trenirovkadan chiqib, obed qilishga bordik. Juda ham yo'q derdim, lekin trenirovkadan keyin shunaqa yeb tashladim. O'zimga qo'yib ishxonamga keldim, chunki klientim bor edi, Jessikaga. Akamizni yuzlarini prям yaltilatib berdim. O'zlari ham davolni bo'ldilar. Undan chiqib, o'g'limni bog'chadan olishga bordim. Keyin to'g'ri moykaga bordik. Mashinam menga tushganidan pushaymon, bir savobini olay deb moyka qildirdim. Mashina ichidan tushmay, Muhammad hamma joyini buzadi desam, lekin mashina ichini ham buzdi. Yo'ldan yogurt olgandik, uyga yeymiz deb, mana ko'rib turibsizlar, uyga borishgacha ham qochadi. Bir qoshiq aftini japlab yutdi yogurtni. Zakaz qilgan edim, zakazimni olib uyga keldim. Mana kun oxiridagi holatim. Ertalabki uydan chiqadigan holatimni eslab qoladi desam, menga ham oson emas. Keyingi vlogda ko'rishguncha, всем пока.